Oshxonamizni obzor qilish bilan birga kerakli ma'lumotlar berib o'tamiz. Bittadan like bosib, videoda oxirigacha ko'ring. Oshxonamiz razmeri 5 metrga 5 metrmidi? Xuddi shunaqa. Mana mebelni bir tomonga ro'paraga plotno joylaganmiz. Dizaynni ham ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi skromniy variantda qilingan. Ranglarni cho'tga ushlab qo'yibsiz aka. Ha, ranglarda ko'zni kesmaydigan, shunaqa bosiq neytral ranglardan foydalanganmiz. Jahongir teksturalarimiz. Shu bahona kuzatuvchilarga aytib o'tmoqchiman. Remont jarayonida interyerda 3 xil maksimalni 4 xil rangdan foydalansangiz bo'ladi. Agar hamma narsani har xil rang qilib yuborsangiz, unda u vizual barday bo'lib ketadi. Posudomoykani mana shu yerga joylashtirib olib zo'r qilibsizlarmi aka? Posudomoykani hozirgi kunda qo'ymasak bo'lmaydi, bu ayollarda eng zo'r dastyori. Men eng maza qilgan joyim hamma obyektivda statistika bilan farq tuydi, kvars tosh qilarasiz aka. Buni narxi ozgina qimmat, lekin Jahongir oshxonada furnitura, ya'ni mexanizm bilan stolishnisaga pulni ayamaslik kerak. Eng прочностьni qo'yirish kerak. Mo'ykani ham tosh taydan qo'yilgan, kendi ham tozalaykanlarda. Menga yoqadi tozalaylardi. Nijniy montajda shunaqa, gigiyenik tomonidan ham zo'r ishlaydi. Mana chekkasiga nakiplar to'planib, shunaqa bir bakteriyalar to'planishni bo'lmaydi. Zo'r sharoit. Shu obunachilarimiz ham oilalariga eng kamida shunaqa sharoit qilib beraman deyotgan bo'lsalar, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. Sizlar bilan yana ko'rishguncha.